yoshligimdan harbiy bo'lishni orzu qilganman, juda ham xohlaganman, lekin bu narsa o'zimga arzon bo'lib qolgan. Harbiy formani kiygan odamni ko'rsam, hozir ichimda boshqa hissiyot o'tadi, chunki o'zim ham bir paytlar harakat qildim. Imtihonlarga yetib bordim, lekin o'xshamadi. Va imtihondan yiqilgandan keyin bu narsa o'zimda ichimda alam bo'lib qoldi. Shu narsa harbiyga kira olmaganim. Bundan keyin nima qildim? To'xtab qolmadim. Izlandim, harakat qildim. Nimaga? O'zim kira olmadimmi? Hozirgi kunda tayyorlanayotgan harbiyga qiziqadigan yoshlarga qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Va shu yo'lda aynan harbiy oliygohlarda kirish nizomlari, tizimlari, imtihon jarayonini o'rganib chiqdim va o'zimizda Qosimov Qosimov markazlarini ochdim. Shu markazlarni ochishdan asosiy maqsadim nima? Bu yerda bola hujjat topish jarayonida imtihonga to'g'ri tayyorlanadi. Ya'ni jismoniy tarbiya imtihonlari, milliy sertifikatlarga barcha saralash imtihoni tayyorgarlik ko'radi. Va eng muhimi, bolani o'sha kelgan paytida o'zini suhbat qilib ko'rishni xohladim. Nimaga? Chunki bolani qiziqishlari, nimadan qiziqadi o'zi, qaysi sohada ishlamoqchi, shunga qarab unga yo'nalish berishni boshladim. Va mana shu narsaga ham salkam 5 yil bo'libdi. Endi bu narsaga asosiy eng ko'zlagan katta maqsadimdan biri nima? Harbiyga qiziqadim, bo'ldi, u kirish kerak. Va shu yo'lda bor mehnatini, bor harakatini qilamiz. Va bu yildan boshlab ushbu yo'lda yangi tizim qo'ydik. Aynan harbiy oliyga topshirmoqchi yoshlar uchun har bitta harbiy oliygohga alohida tizimlar qo'yib chiqildi. Ukalar, singillar, agar sizlar ham harbiy topshirmoqchi bo'lsangiz va shunaqa mukammal tizim va bepul konsultatsiya kerak bo'lsa, havola ro'yxatdan o'ting yoki shu raqamga qo'ng'iroq qiling.